Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 2026-yil 20-aprel navbatdagi pritsepimizni Sirdaryo viloyatiga sotdik. Bu pritsepimiz birinchi aylanib borayotgan pritsepdan savdogar olib bo'lsin. Narxlarga ko'ra ko'rishingiz mumkin. Buni razmeri 1.30-3.30 razmerda bo'ladi. Narxlarida faqat savdo uchun. Boshqa ishga ham ishlatsa bo'ladi, lekin savdoga zo'r ketadi-da bu. Yomg'irda, qorda bemalol savdo qilaversa bo'ladi. Buni Damas mashinasiga taxlab berdik bizga. Ko'rishingiz mumkin. Damas balon. Zapascha balon tushadigan qilib cho'qib taxlagan. Resimlar bakuvatadan qo'yilgan, ortga balonlar bilan o'rnatib, parkoklari, to'qmalar, zanjirlar bilan chiroyli qilib topshiramiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'alabon tumani.